Assalomu alaykum. Hozir Codebit IT botidan qanday foydalanishni ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib postga Codebit bot yozamiz va birinchida bizga shunaqa bot kelib chiqadi. Unga kiramiz va start bosamiz. Start. Sizlarga bu narsa kelmaydi, faqat Codebit bilan ITni bepul o'rganing. Shu narsa keladi. Mana bu admin panelligi uchun shu kelyapti. Hozir bizda 5 dan ortiq yo'nalishlar, 20 dan ortiq kurslar, 400 dan ortiq videolar mavjud. O'zingiz front-end, back-end, no-code, databaza va Android darslaridan birini o'rganishingiz mumkin. Hozirda bizda dizaynerlik darslari ham qo'shilmoqda. Bunday bo'lsa, bizga masalan no-code kerak. No-code'ni ustiga bosamiz va bundan tanlaymiz o'zimizga kerakli darsni. Telegram bot yaratish, sayt yaratish, kodsiz sun'iy intellekt yaratish darsi. Kodsiz sun'iy intellekt yaratish darsi. Mana bosamiz, bizga darslarni chiqarib beradi. Agar bu ikkita, masalan 10 tadan oshiqroq bo'lsa, ikkita pejli bo'ladi va bu yerda oxirida keyingi pejga o'tish uchun link beradi. O'shani bossangiz, keyingi pejdagi video darslarni ham sizga chiqarib beradi. Shu tariqa siz barcha darslarimizni o'rganib chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.